Lüksümüzü davamlaştırmaz, hürmetli vatandaşım. Şuna kılıp, Amerika'da dehqonlarning Prezident Trumpni qo'llashi taxim yuqori o'rildi. Xitoyning ham xiyollar hisobda bechit bo'ldi deydi. Amerika dehqonlarining Prezident Trumpni qo'llashi Jungo dehqonlarining Xi Jinpingni qo'llashi qaraganda ko'pdan ko'p ortiq. Ayad aptab ko'zimga tushib oldi kechiring vatandosh. Ular haqiqiy qo'llaydi. Amerika dehqonlari Prezident Trumpni haqiqiy qo'llaydi. Prezident Trump bizden menfaatimizni qo'llaydi deb o'ylaydi dehqonlar. Jungo dehqonlari bo'lsa zulm va vahima ichida sukut qilishni saqlaydi. Jungo dehqonlari Kompartiya bilan Xi Jinping azob uqubatning manbai ekanligini yaxshi biladi. Ular miltiq bilan avtomat oldida yuqorqidek o'ylaganlarni so'zlay olmaydi. Xi Jinping G'arb davlatlarining qimmat qarashlarini mustahkam tan oladiganligi to'g'risida xato hukm qildi. Xi Jinping Amerika bilan o'tirdi, savdo to'qinishi bo'layotgan Yevropa ittifoqini yeniga tortib, G'arb dunyosini parchalab, Amerika bilan qarshilashiman deb o'yladi. Vazirlik Çanı Yevropa ittifaqını ziyaret qilishga avatib, Germaniya qatorliq Yevropa davlatlari bilan savdo kelishimi imzolab, Yevropa ittifoqi Amerika bilan bir safda turdi deb o'yladi. Kim biladi deysiz. Vazirlik Çan Yevropadagi ziyoratini oxirlashtirib, davlatiga amdila qaytib kelib edi. Germaniya Jungo'ning Germaniyada yuqori fan texnikalik shirkatlarni setib olishini. Jungo'ning Germaniyada yuqori fan texnik shirkatlarni setib olishini qattiq tekshirishni chaqirdi. Lekin oldi qiptini qo'ydi, keyin qiptini elib turishiga Germaniya Jungo'ning Germaniya texnikalik shirkatlarni setib olishini tekshirishni, qattiq tekshirishni yo'l qo'ydi. Jungo'ning tashqi ishlar ministri Wang Yi o'diqib turib, Jungo'ning orqasidan pichoq urishni sinab boqmanglar dedi. Yevropa ittifoqi Jungo bilan birlashib, qandaqsiga Amerika qarshi turdi. Savol qo'ydi xabar, maqol yozdi. Nima degan bolalarcha o'ylash bor. Jungo'likning o'zining gapi bilan tasvirlasang, Amerika bilan Yevropa o'rtasida ziddiyat bo'lsa-mu, bu ziddiyatlar xalq ichidagi ziddiyatlardir. Ular o'rtasidagi ixtiloflar, masalan, Yevropa bilan Amerika o'rtasidagi ixtiloflar suhbat orqali hal bo'ladi. Yevropa ittifoqi Amerikaning Jungo bilan o'rtasidagi ziddiyatlar, Amerika, Yevropa ittifoqi va Jungo mushular o'rtasidagi ziddiyatlar bu do'st bilan dushman o'rtasidagi ziddiyat. Qimmat qarashlarda aytganda demokratik siyosiy tuzum bilan mustabid siyosiy tuzum o't bilan suvdek chiqish olmaydi. Amerika, Yevropa ittifoqi Yaponiya darhol ittifoqlasha oladi. Yevropa ittifoqining raisi Chokir Oqsaroyda Prezident Trump bilan savdo kelishimi imzoladi. Oqsaroyning iqtisod maslahatchisi Kotlo muxbirga mundaq ko'rsatdi. Jungo amaliyot dunyo savdo sistemasini buzib tashladi. Amerika, Yevropa ittifoqi ittifoq tuzib, Jungo'ga qarshi turdi va qarshi turish kerak. Amerika bilan Yevropa ittifoqi birlashib, Jungo'ga qarshi turdi va qarshi turish kerak. Biz bu to'g'rida bir leksiya to'xtalgan sizlarga ma'naviyat yana qayta naql oldi. Yevropa ittifoqi raisi Kandir aniq qilib, ya'ni bundaq ko'rsat, men Prezident Trumpga
Jungo meselesini bir taraf qilishga yordam qilaman. Jungo meselesini bir taraf qilishga yordam qilaman. Aqsarayning iqtisod maslahatchisi Kotlov mundaq ko'rsat. Yevropa ittifoqi darhol ifoda bildirib, purchaq, kala go'shi, suyuqlantirilgan gazni Amerikadan setib oladigan bo'ldi. Bu ayni vaqtdagi xabarlar. Lekin maqolada naql elinibdi. Kompartiya do'stlik vaqtlik manfaat abadiy. Kompartiya do'stlik vaqtlik manfaat abadiy deydigan prinsipga ishonadi. G'arb dunyosi axloq jihatiga tarafda bo'yicha, axloq doirasi talab qo'yishlar bo'yicha balki hargizmi Jungoning bozoridan voz kechmaydi deb hisoblaydi. Jungoliklarning ko'z qarashi ekanda gap nima demoqchi? G'arbliklar axloq va boshqa doirada bo'lsin, ular hargiz manfaat nuqtasidan olsang, Jungoning bozoridan hargiz voz kechmaydi deb hisoblaydi. Jungoning bozorini g'arb dunyosiga ozroq echib qo'ydigan bo'lsang, hal qilg'ili bo'lmaydigan to'qinish yo'q. Bu jungoliklarning ko'z qarashi. Bir necha dona Boeing aeroplanini ko'proq setib oladigan bo'lsang, Amerika va Yevropaning kala go'shi, yel yemish meva-chevalarni import qiladigan bo'lsang, g'arb dunyosi burnini eqitib o'ltirib sana rahmat aytidi deb o'ylaydi jungoliklar. Demak, Xitoy millatchilarining shunday o'ylaydiganligi rost. Maqola shunday qilyapti. Xitoy millatchilarining shunday o'ylaydiganligi rost. Lekin hozirgi ahvoldan qaraganda g'arb dunyosi adil savdo qilish axloqi uchun Jungoning bozoridan voz kechyapti. Hozirdan aytsak, Yevropa ittifoqi axloq, ya'ni shirkatlarning savdo qilish jarayonidagi axloq uchun, ya'ni uning mazmuni sen bilan men adil savdo qilaman. Mana bu axloq. Yoki axloq doirasi sen bilan men adil savdo qilaman deyish uchunla Jungoning bozoridan hozir Yevropami, Amerikami voz kechyapti. Agar Jungo g'arb davlatli shirkatlarini Jungoda texnik ko'p jazolaydigan siyosatlarni o'ttirg'i chiqaradigan bo'lsang, u holda mukammallikning texmi mukammal bo'lishiga hassa qo'shgan bo'lasan. Hozir Yevropa, Amerika Qo'shma Shtatlar sana zarba bermoqchi. Endi sening bozoringda voz kechaman deb o'tadi. Dal shundaq vaqtda sen bu davlatlarning, g'arb davlatlarining Jungoda qurgan zavodlari, ochilgan shirkatlariga sen texmi jazolash xarakterli zarba beradigan bo'lsang, yo'q qarqi mukammallikni, ya'ni Jungodan chekinish, Jungoning bozorida voz kechishdan iborat mushu mukammallikni texmi mukammallashtirgan bo'lasan deydi yozuvchi. Bu yerda Xitoyga kinoya qilyapti. Fudan Universiteti, Xitoyning Fudan Universiteti xalqaro iqtisod tadqiqotchisi Xuaman mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika, Yevropa, Yaponiyaning birlashib zarba berishidan yetib keladigan zarbalarga astoydil muomala qilishga tayyorlanib qo'yishlar. Jungo, Yaponiya, Amerika, Yevropa ittifoqi birlashib Jungoga zarba beradigan va shu zarbadan yetib keladigan yana boshqa zarbalarga tayyor turish, taqobil turishga tayyor turishi va shunday taqobil turish muomala, qanday muomala qilishni o'ylab qo'yish kerak.